Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugun biz ham yana bitta boshqa dachaga keldik. Bu dacha bilan sizni tanishtirmoqchiman. Juda ham chiroyli ekan. Bu kirish joyi. Kirish joyida shunaqangi katta joy ko'rinib turadi. Mana bolachalarimiz ham mazza qilib o'ynab yuribdi. Ko'rinishini qaranglar, 3 etaj o'zi ham. Choy ichishga 12 tali stol konditsionerlar bilan hammasi joyda. Povurlarimiz ovqatga harakat qilishyapti. Gazxonasini qaranglar, tozaligini. Bu issiq basseyni bu. Bolachalarimiz issiqda cho'milishni xohlab tushib ketishdi. Iliq ekan juda ham suvi. Tepadan suv tushib turishini qaranglar, juda chiroyli bo'lib. Mana sauna-paunalari ham bor, hammasi. Mana saunada darrov odam o'tiribdi, ko'rdilaring. Keyin dam oladigan joylari bor. Bu yoqda bilyardlari bor. Bemalol erkaklar mana o'sha bilyardni boshlab yuborishdi. Tepadan bu anaqasi ayvonga chiqqanda tashqari toza havoda aylanib o'tiradigan, sevishganlar mazza qilib gaplashib o'tiradigan joy. Boshqa dachalar ham xuddi shunaqa qurilgan. Mana basseyn juda ham katta. Ko'rinishi tashqaridagi ko'rinishi. Oyog'ida shunday qo'ysin svetlar yonadi. Voy mencha mazza ekan-a. Chiqib mazza qilasan buni. O'zi ham 3 etaj zinaga chiqib charchab ketasan. Bitta spalniyaning o'zini qaranglar, qanaqa kattagina. Bemalol yotsang bo'ladi 3 kishilashib divanga ham. Bu 3-etajga mana chiqib, zinalardan chiqib bir ko'rsak, hozir ko'rasizlar atmosferani qanaqa chiroyligini. Toza havo. Stol-stullar ham bor, mazza qilib piknik qilib o'tirgani. Havo salqin bugun, sal bulutroq, lekin yomg'ir yoqqani yo'q. Tog'lar yonlaringda ko'rinib turadi. Bu yoqda futbolning zonasi ham bor. Mazza qilib futbol o'ynaydi bolalar. To'pni ham olib kelib olishgan o'zi mana tayyor. Tushib o'ynashsa bo'ldi. Meni kanalimni ko'rishda davom eting, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.